Asrlar davomida shakllangan xalqimiz hayotida muhim o'rin tutuvchi qadimiy hunarlarimiz bugun ham qayta tiklanib, yangicha nafas olmoqda. Ana shunday ma'naviy meroslardan biri suprachilik hunaridir. U nafaqat ro'zg'or uchun zarur buyum yaratish, balki milliy an'analarimizni asrab avaylash, avloddan avlodga yetkazishning ham o'ziga xos yo'lidir. Muxbirimiz navbatdagi lavhada batafsil so'z yuritadi. Supra un elash va non yasashda ishlatiladigan qadimiy ro'zg'or buyumidir. Uni tayyorlash esa xalqimizning ma'naviy merosi, udum va urf-odatlarining bir qismi sifatida avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Dammadam taklif qo'yaversa, muloyim bo'laveradi. Oltinsoy tumanining Mustaqillik 10 yilligi mahallasida yashovchi Zuhra Soatova suprachilik hunarini momolaridan o'rgangan. Uni tayyorlash uchun dastlab qo'y terisi qatiqdan ajralib chiqqan zardob suvda 2-3 kun ivitiladi. Bu terini jundan tozalashga yordam berar ekan. Ega kelgan terini soyada o'tirib, tursa bo'ladi. Tozalangan teriga tuz va un sepilib, yana soyada quritiladi. Keling, yaxshisi bu haqda o'zlaridan eshitsak. 5-6 tani tayyor qilib olgandan keyin qozonga olmaning qurigan bargini, tutning karmagini olib sop qaynatib, yaxlagan suvga sop qo'yaman. U nimaga foyda? U buni rang beradi-da. Keyin yana quritib tigamizda. Mohir qo'llar tomonidan supralar asosan kattaroq hajmda tikiladi. Bir donasining o'rtacha bahosi 300 ming so'm ekan. Tigishini sirtiga tigib, katta supra qilib beraman-da. Endi bitta supra nechta qo'ydi terisidan bo'ladi? Katta teri bo'lsa, 2 ta teridan ham bo'ladi. Onaxon o'z hunarini nafaqat kelinlariga, balki butun mahalla ayollariga ham o'rgatyapti. Ushbu mahallada 22 nafar ayollarimiz to'nchilik, choponchilik, suprachilik bilan o'qitilib, bugungi kunda ular sertifikatlar bilan ta'minlangan. Mustaqillik 10 yilligi hamda unga tutash Qurama mahallalarining drayveri dehqonchilik bo'lsa-da, qadimiy hunarlar haligacha saqlanib kelinmoqda. Bu yerda nafaqat suprachilik, balki zardozlik, kasanachilik, to'quvchilik va to'nchilikning keng taraqqiy etganini ko'rish mumkin. Manzura Jumayeva ham usta to'nchilardan, u orqali ko'plab ayollarning bandligi ham ta'minlanmoqda. Bitta to'nga 60 mingdan to'layman. Qavib berganiga 300 ming so'mgacha sotamiz. Bugun ayollar hunari ortidan elda hurmat topayapti. Eng muhimi shu orqali ro'zg'orlar obodligiga erishilyapti. Prezidentimizning qarorlari asosida 9 oy mobaynida juda ham ko'plab ishlarni amalga oshirishga erishdik. Bu ikkita mahalla misolida oladigan bo'lsak, drayveri dehqonchilik va chorvachilik. Ayollar ikkita asosiy ishdan ortib, hunarmandchilik sohasiga ham yondashganki, demak, xotin-qizlarimiz ham mehnatni orqasidan yana ham yaxshi turmush sharoitiga ega bo'lishni tushunib yetdi. Oltinsoylik ayollarning fidoyiligi sabab vohada qadimiy hunarlar yanada taraqqiylashmoqda. Bu esa kishida milliy g'urur, yosh avlod qalbida esa milliy an'analarni jonlanishiga zamin yaratadi. Sobit Qaynarov, Ishquvvat Himmatov, Surxondaryodan.